Assalomu alaykum. Akalar, mana Carnival mashinamiz motorini tushirib olganmiz. Bunga mana metan qo'yilgan o'ziga. Xo'p. Mana buni chiqarib oldik. Hozir bu trekkerimizni vanis ketib qolgan. Yurgizganda vanisdan ovoz beryapti. Xo'p. Mana Carnival mashinamiz mana motor qo'yilayotgani. Xudo xolasa buni tashqariga olib chiqqanimizning sababi polni yuvib tozalaymiz. Karchiq qilib, xullas hamma joyini joy-joyida qilib yuvib tozalab qo'yamiz. Xudo xolasa podushkalari ketgan, podushka qo'yamiz. Xudo xolasa bu mashinamizni motorini qilamiz. Chekkada turganda ham unga motor qo'yamiz. Xudo xolasa unisini ham motor qo'yamiz deydi. Shunaqa gaplar.